Oy, keldingizmi? Bugün baldırlı qaytib kepsiz-ku, ha? O'likilan sig'inib ketdim deb boshliqdan ruxsat so'rab kelishim. Ya Allah, chaqchaq aralashtirmay gap qilmaysizmi siz? Keling, qo'lingizni yuving. Rahmat. Oy, bolalar qaytib kelmabdi-ku. Bolalar keldigan vaqtmidi? Hatta ma'rif idorasidan tekshiruvchilar kelmoqchidi. Ha. Shunga qo'limdagi maqolni Ha. Aldirashli kelishim. Yaxshi bo'pti. Hey, sen rosa o'xshitib, bir tamoq et. Bo'ladi, men hozir tamoq chiqilay. Apa, qaytib keldik. Oy, qaytib keldinglarmi bolalarım? Qani, yuringlar. Apaq bolalarım, qo'linglarni yuvib jo'zg'ib beringlar, tamoq pishdi. Ma'qul. Yana qizim. Balam, bugungi futbol musobaqang qanday bo'ldi? Oy dada, bek qizib ketding-a, yengadiganga bir top qolganda, Ershot degan kalampay Vartaning oldidagi topni tutolmay, bir top kirib ketdi emasmi? Ey. Undaq bo'lsa, yengildik degini? Asli Vartada o'zim turmoqchi deb, muallim unimidi degina, bu da cho'qim o'zim Vartada turimi? Qani ko'rimiz, shu chaqda yana oq bayroq chiqarib turmasanglar bo'ladi. Undaq deyman qizim. Ko'rib turing, akangizni bo'sh chog'lama. Siz maktabda usulchi deb nom olgan bo'lsangiz, men maktabda futbolchi degan nomni olmay qo'ymayman. O'g'il bola. Falvan bolam. Botir bolam dem. Bosh kelma bolam, ha, cho'qim yengitchi. Bek aqlliq juma bolalarım sizlar. Har ikkinglar aqlliq cho'ng bo'ldinglar. Xudoyim baxtinglarni bersin. Hey, shanba kuni og'aylarim toq sayohatga chiqdi ekan. Birga chiqamsa. Menim og'ish bering dodo. Voy, bolam. Nima boraychi dodo? Voy. Bolalarım, sizlarning imtihon vaqtinglar yiqilishib qolgan tursa, dars takrar qilmay borsanglar qanday bo'ladi? Qodir, hozir bolalarning imtihon vaqti yiqilishib qoldi. U yerga chiqib ketsak, bolalar darsdan qoldigan gap. Shuni o'zingizlar og'aylaringiz bilan berib kelsangiz. Bolalarning imtihon tutgandan keyin ayrim bir yerga berib o'ynab kelmandik. Unda o'z mayli. Qani bolam, tamoq iling. Voy, qizim, voy, keling. Keling qizim. Gap anglanglar bolalar. bolalarım. Rostaydi. Sizlar ta'til bo'lganda ili daryo bo'yiga opirib, rosa bir o'ynab kelma. Kadrlar sizlar bolam, ha? Hozir ko'ngillik bir o'ynab kelaylar, bolam. Rosmo dodo? Rosmaychi. Va'dangni tura olamsiz? O'g'il bol degan va'dasizni yonmaydi, bolam. Bog'lashdik hamsa. Bog'lashdik. Omoq bolalar. Kelinglar, tamoq yenglar, ha? Tamoq yenglar. Ya Allah, ma bolalarning yomonligini. Oppa qizim. Tatlı qizim, ha? Yaxshi o'qingchi-mon qizim, ha? Keling qizim. Allah. Oppa qizim. Axir bolalarni aytib qo'ydigan bo'ldingiz-da. Belki bolam sen bilan bir o'ynab o'tay, ha? Oy. Yaxshi, mana shu bir. Nimalarni qilganda kichik qoldik. Bo'ldilar.
Maqulamiz hemen mağdım. Ma'qul. Ballardan ansirmang. Xotirjam bo'ling, ha? Ma'qul. Dada, xo'sh. Nasıl balam ha? Bo'ldi, bolam. Dada xo'sh. Oo, tatlı kızım. Hoş hem Xudoyim sabahlarım, omonat hemen mağdım. qoldi. Yaxshi o'ynab kelasiz. Xo'sh. Ma'qul amsa. Maqul. Dada xo'sh. Hoş. Ma'qul amsa. Yo'lda diqqat qilasiz. Ma'qul. Xush tag'lab oldim. Tatlı ballarım. Xo'sh, Maqul hem seven bana ya. Xo'sh. Hoş. amsa. Oldu, kirip ketinglar. Xo'sh. Xudoyimga omonat dada. Xo'sh. Yuringlar ballarim. Darsinglarni takror qilinglar, ha? Yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qodirning uyimi? Shundoq. Siz kim bo'lasiz? Men Qodirning ag'insi Ahmad. Ha, tonidim. Yaxshimisiz? Yaxshi turdingizmi? Men sizga bir ishni aytay. Nima ish? Siz o'zingizni tutib eding. Biz sayohatga berish uchun o'ltirgan mashina voqeaga uchradi. Nima dedingiz? Mashinadagi bir necha aylan ig'ir yaralandi. Qodir yaralandi. Hozir ular nahiyalik doktorxonada jiddiy qutqizilyotdi. Qodir yaralandi. Voy Xudoyim. Atraf ketmang mehrgul. Nima bola qazo bu? Voy. Endi Mehrgul. qandoq qilaman? Doktor, Qodirga unaqa nima bo'ldi? Qodir. Voy Xudo, bu nima ish? Doktor, men uni ko'rib olay. Kechiring, afsus, biz amal qilamadik. Barliq xabarlarni ishlatdik, amal bo'lmadi. Oy, nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz? Darhol ko'taringlar. Avayla. Avaylanglar. Oyga Xudoyim. Asta. Appa, gözümüzü içecek. Appa. Titrade. Titrade. Apam gözünü açtı. Siz ahir hoşunuza keldiniz. Balalarinizning sizga hamroh bo'layotganiga 8 kun bo'ldi. Ular vafodor bolalar bo'ldik. Bir ish bo'lsa meni chaqiring. O'qdan damila. Appa. İtilay ballarım. Endi tabi kaldırlar. Yırtın ballarım. Oy, ne buldunlar? Yığlapsılar o. Bo'ldi, yig'lamanglar. Taqdiriga amal yo'q. Sizmi? Yig'lamang. Ikki bolangiz borkan emasmi? Ixtiq kichikkan. Sizdimi qonozliq bor. Yurgingizdimi masala ig'ir ekan.
Özünüzni köprek asırmışsınız bulmaydı. Balalar üçün bolsumu, siz bulmuşsanız bulmaz. Buludu emsi. Obdarak oran ilim. Özünüzni köprek asırın. Bulamdır. Maqulum. Vay yaş ketken akam. Vay mehriban akam. Balalarını yalnız taşlap ketken akam. Balalarını kim attı boladı akam. Bu yığılamam ufka. Beni özgürüm. Yenge, yaxşı turdunuzmu? Yaxşı ufkam. Balalar yaxşı turvatandı. Ularmı yaxşı. Ben çaydan Bo'ldi, bo'ldi hadi, men oldirayman. O'tkir bilan qadriga teshliqmi? Ular teshliq ufkam. Balalar maktabga ketgan. Bichora balalarning ko'ngli bekmi yerim. Bo'libmi o'tkir bekli jimg'ir bo'lib oldi. Ba'zi kechalari yotqonga beshida purkib el. Esadat yig'lab, tatisdan chetilini qiladi. Akam hayat bolğay bolsa. Öncelikle bu ketmeydi. Akınız köyümcan edi. Balalar için cenimimi kurban kılışkı tayyar edi. Bala bilen sizgili boldu. İşki bala bilen yolguz kaldım. Turmuştu kıyımdan boldu. Erteden başlap sırtım şiddeynikin davasmen ufkam. İşki balını bir kış, okutuş, hem de benim zimlemge yüklendi emesmi. Hadi, toluma hızlıyım. Sizge bir gepni deydiysem tilim köyüdü. Demeydiysem... Men işte ufkam, qani deverim. Dana. Bu korocay ota-onamdan miras qolganligi sizga mi aniq qo. Shunday ufkam. Lekin hozir ikkinchi akam ota-onamdan qolgan uyni setib, mirosni tang bo'lishimiz deb turib bordi. Nima? Akangiz o'z vaqtida sizlarni o'qitdi, to'yimlarni qildi. Oqidan ota-onamizning oxiratlik ishlarini o'satdi. To'yimlarda tegishli nesibalarni degan emasmi? O'g'u shundoq, biroq miros degan uning o'xshamaydi-da. Undaqda siz nima demoqchi ufkam? Meni ikkinchi akam avatdi. U o'z ichimizdan tutishayli, bo'lmasa sudga arz qilaman deydi. Nima? Sudga arz qilaman demda. Shundoq. Yenge, jiddilashmang. Anglasam, akamning mukofot puli kapti-ku. Endi uningdan boshqa yana akamning idorasidan o'lim ishlariga bergan pullarni yig'ish qilsak, mushu pullar bilan miros ishini o'z ichimizdan bitirsak degan. Lekin singlim, ikki bolaning o'qish puli, turmush xarajati ularning yeshig'i agishib o'rlaydi ekan. Mening ya xizmatim bo'lmasa, qiynalib qolamizmikin? Menmi shuni o'ylayman. Lekin sizlarga eng muhim bo'lgani bu uy. Bu uydan qo'zg'almasingizlar, boshqa ishlarga mana biz bor emasmi? Ota-onamizning chirig'ini yondirib o'ldirsangiz bizga yaxshi emasmi? Bo'ladi sona. Men amalim qilay. Bolalarning kelgusiga atab qo'ygan akamiz hayot vaqtida tamashlayagandek tasdi yiqqan 10 ming yuan pul bor edi. Shuni sizga chiqib beray.
Mana, elan sağlam. Akınız hayat vaxtıda yaxşı qeyrindaşladın edinlar. Endi akınızın ölümü sebeplik. Aramız yiraqlaşıp ketmesin. Arazlaşıp kelişini hergiz mi xalamayman fıkam. Rahmat yenge. Qağa işlarni özüm o'shayman. Ma'qul. Men mangay. Opa nim buldu. Yok Opa, ne buldu? Çıkıldınız mı? Mücadınız yok mu opa? Yürü Allah, orası çıkayım. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bir işiniz bormidi? Oila mulozimatchisi lozim deb uchirib berib ekansizlar, shunga kelgan. Biz undaq uçurib bermedik. Xato kelib qapsiz. Siz bu o'yinning ishini qilsangiz, uydagilar nima ish qiladi? Balam, berketlik yaz neyim diyen güzel, ha? Shunda top havo tanlarni paydek yengil qilib atading, ha? O yak berip oynayıp geleyli. Shunda qilaylik. Men olma termayman. Gul isib o'ynayman. Bugün Kadriye'nin tug'ilgan kunini yaxshiroq bir o'tkazaylik. Rasman? Rosa o'ynayotgan bo'ldi. Bo'pti, bolalar qanig'idek bir o'ynayotsin-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Oila ishlari bo'lsa, qilay degan edim. Qizim, biz hammaylan oila ayollari. Ish bizdan oshmaydi. Yaxshi, mana shu bir top. Nimalarni qilib kichik boldek bo'ldilar.
Keling, yaxshimisiz? Qani, Yaxshimisiz. yuqoriga o'ting. Ukam, yo'qotlik ketgan edingiz. Bugun qanday bo'lib kelib qoldingiz? Ha, bir ish bilan atayim bu yoqqa kelishim. Shundaqmi? Demisam bo'lmadi yanga. Yaqinda tijoratdan ziyon tortib qoldim. Shunga amal bo'lmay, ota-onamizdan qolgan bu uyni setib mirosimni olay deb oldingiz kelishim. Mendimi boshqa amal qolmadi. Mirosdansiz? Bu qanday gap, ukam? Ajab bilmasiz siz-ku. Bu uy yolg'iz akamga tava uy emas. Uch baliq tava uy, uqdingizmi? Akamning o'lgani menga yarashdi degandek. Bugungi kunga kelganda tayyor uyga ega bo'lib o'tirsangiz, biz dadimizni ishimizga yetib beramdi. Qaysi kuni Gulpiyani mushu gapni qilib ketgan ukam. Men ikkinglarni rozi bo'lib ketdim-da, 10 ming so'm pul bergan edim-ku. Bu gapingizga kichik bolam aldanmaydi. 10 ming so'm nimaga yetadi? Rost ukam. Siz meni yolg'on so'zladi demoqchimi? O uyni necha pulga yaraydiganligini bilamsiz? 50 ming so'm. Sizda paket yo'q. 10 ming so'mingizni kim to'laydi? Mahmud, siz? Ha, nima deysiz? Sobiq yanga, bugundan tortib bizning tuqqandochilik munosabatimiz tugadi. Mahmud, siz meni o'ylamasangizmi? Men ikki balni o'ylamabsiz. Ikki balini? Siz mo'g'a haq o'xshash ishlab beqam. Qanda degan gap bu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bir yerga manganmidingiz? Qani, uyga kiring. Bo'ldi. Ha, sirtqa chiqay degan edim. Men degan ish esingizda bormi, yo'qmi? Ukam, biz nagimi ko'chamiz? Men sizga 100 xotir qilib yana bir hafta vaqt beray. Bir haftagacha uy tep bo'lang. Men yana kelaman jumong. Bu da 100 xotir qilmayman. Bir qizcha qizilpik kiyishga amroq bo'lg'ashqa, kishilar uni qizilpik deb atishadi ekan. Bir kuni opasi uningga momongiz og'rib qopti. Bu tort bilan mevalarni uningga olib bering debdi. Nayti, yaxshi o'qidingiz qizim. Yaxshi. Tekstlarni obdan yodlab oling bo'lamdi qizim. Muallim savol so'raganda ravon o'qib bering, ha? Argiz to'doqlamang bo'lamdi? Ma'qul. İşlab bo'ldingmi bolam? Voy, cho'nsonni bo'lishni o'rgatdimi? Qara, nim degan tas. O'rgatdi. Keling ukam. Ha, nima gap bu? Men sizlarga nima degan? Men bir hafta ichida uyni bekor qilinglar desam, xotirjam o'tiribsizlar-ku. Men o'zimni ko'chib beraymi yo? Jinim ukam, onchilik eskilik qilib ketma. Bu jahon ota-onamizdanmi, akangizdanmi qilib qolgan? Sizdanmi, mendanmi qilib qoladi? Soni gapdan qilmay uydan chiqing. Sizlarni o'zim ko'chirib bergan bo'lsam. Mahmud dada. Bo'ldi qiling. Yer bora. Bizga cho'z og'irsin Mahmud dada. Mahmud, sizni vijdon degan narsa bormi? Vijdonsiz. Vijdon? Meni o'g'itimdan allaqachon uchib ketgan. Vijdonni egili bo'lamdi. Ishkili bo'lamdi. Hey. Yetti a'zoyingiz sog' bo'lgandikin, kuch qudratingiz bo'lgandikin pul tep ballarni baqalaysiz. Yoki bo'lmasa, obdanoq bir agit ekan, ballaringizni boqsiz. O'zingizga olsam bo'ladi. Oh, iflos, namossiz. Nima degan iflos deymisan? Iflos. Nima? İflos da otamsan teqi? Mening iflosligimni endi ko'rsa. Ati uyni bekor qilmaydigan bo'lsam, ma askiliklarni hamma ko'chiq taslayman. Tushundingmi? Opa, yemi taht qilib.
İlana. Ha, ilvatma ukam, ilvatma. İlana. Ha. Ha, siz neyle? Hadimiz öz qo'lim bilan sepib qo'yay, ha? Ha, ilana. Ha, rahmat ukam, rahmat. Ha, ilana. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga Qizim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ha, tortani kesib mana. Ha. Ha, mana. Opa, Ha? Eliqi yo'lliq maykon nerede? Chamadonning ichida-ku. Chamdan qarag'ina. Opam ne koygandı? Aka, nima qilyapsiz? Dadamning sirti. Dadamning sirti Ekili men ko'rib boqay. Ekili men ko'ray. Ekili. Aka, ekili men ko'rib boqay. Ekili. Ekigina. Nima Appa, qilyapsizlar? qara dadamning sirti. Opa, dadamni bek sevg'indi. Men bek sevg'inib ketdim. Opa, bu uyda turmaylichu. Bek ko'n ekan. O'zimizning uyga ketaylichu. Buldu yığlamam sınlı. Opa, buldu yığlamam. Kadir ya siz mi yığlamam? Ben sizlerine üzem bakımın. Çokum yığın öylerde oturğuzumen. Opa, yığlamam cuma. Opa, yığlamam. Opa. Mana, ben çıktım. Kimdi o bu? Yaxshimisiz? Kimni izleysiz? Men uy ishlaringiz bo'z qilib beraymikin deb kelgan edim. Hada, ishlaringiz bo'z qilib beraylichu. Appam ishkimiz ko'ngildagidek qilib beramiz. Oy, bu qizcaqning tili ajab tatlı ekan ha. Bo'pti, sizning isingizni qilay. Meningmichu, sizchilar qizim bor. Qani kiringlar. Appa, bular kimlar? Bu odosh bilan o'ynasam bo'lamdi. Bular deganchu ishlamchilar. Ular ishlab bizning pulimizni oladi. Karingiz bo'lmay o'yiningizni o'ynayvering. Bo'lamdi qizim. O'ynang. Oy, xinim. Mavuchu qo'lda yuydigan kirlar. Kir olg'ida yuymangchimi? Pokizroq yuyasiz. Uqdingizmi? Ma'qul ada, ma'qul.
bizga qo'rmay tezroq supuring. Bo'ldi qizim. Akalang men spiray. Oppa, bu bizni nemishga tuzak qiladi? Inchik shahnichu, qushqashmi egidi qizim. Bo'ldi. Men spirib etay. İşler tükke okşamamdı. Ha. Razı bo'ldingizmikin? Hadi. Razı buldum. Qani elim. Kızım yürüme. Bu paykam ne? Apa, tamak piştimi. Oy balam, tamaklı deydi ekansan. Men nim qılıvatdiman, sen nim deydigansan. Qur'oni oqatayda pokchilig'an, qachonmi mush ishlarni qilguda kelinmi akilasan jenim balam. Voy, apa, yana shu gapni qilatam sen. Sen oldirmagan bilan men oldirayman-da. Mao qo'shnimiz Mehrugullardan chaqirgan bo'lsang, qo'roni oqatib bergan bo'lsa, ozroq pul bergan bo'lsak. Unda qilsaq sat turamu? Sat bo'lmaydi, apa. Mehruguldan 2 bolani boqaman deb jafo tortyotdi. Muvofiq pul bersak bo'ldi. Shunda qilsam bo'g'rik. Sat turamu u yerga chiqsam. Sat bo'lmaydi, apa, chaqirib chiqa. Unda qo'z chiqib baqayjimi? Ha. Qandaqroq yaxshi turdingizmi qizim? Shu uy ishlari bilan bo'lib, ahvol so'rabmi kirammidim? 2 bola bilan qiynalib qoldingiz. Bola boqmoqmi tez? Uy bisotingizdanmi ayrildingiz? Yaqinda Qodirning yil nazirini berman deb üzülib qoldingiz qizim. Hey, tul ayol uchun uyning mo'risidan tutun chiqarmoq bekmi mushkul ish. Qizim, bu kunlarmi o'tib ketar. Qodirning qarindoshlari kuyimi yo'q chiqib qoldi. Ular aksi hayot vaqtida tuqqankandiq. Mushu Qodir o'lib edi, ular sizga nurg'unlagan zulmlarni soldi. Yaratgan egan jojisini bera udday yuzlarning. Qizim, men bir ish bilan kirgan edim. Nima ishdi Sadatxonada? Qur'oni oqatayda pokchilisam qarang. Chomim yetidigandek emas. Shuni sizni kirib oqatish berandikin degan edim. Qizim, bo'ladi. Atil kirib oqatib beray. Siz yoshda cho'ng bo'lib qolganda ig'ir keladi. Sizlar menga ko'p yordam qildinglar. Men atilib chiqay. Xotirjam bo'ling. Ma'qulamsa, birdan o'tasangiz bo'lmamdi. Oppa. Oppa. Oppa.
Nima bo'ldingiz qizim? Qor besib qoptimi? Dana, nima bo'ldingiz? Oppa, şimdi siz uçalaydı ekansiz. Oppa ko'ylak kiyib, bir top parizotlar bilan ko'kda uchib ketayotgandaksiz. Okam ikkimiz opamni qaranglar deb qoqoqlab kulibdik. Birdilla iroqlab ketganligingizni ko'rib, qaytib kelmasligingizni ansirab, oppa deb chaqirib ketibdik. Jenim balam, sizni qor besib qopti emasmi? Bo'ldi, qo'rqmang, ha? Oppangizdek yerda yurgan bechoraga nadimi ucholig'idek qanot bo'lsin, jenim balam. Yetim. Nim bo'ldi? Balam. Ata bizga polo itib bering, ha? Bo'ladi, qo'zim. Ata. Polo itib beray, ha? Hozir uxlag'in. Yata. Sadatxonada tombek iyisgan. Sho'ti bobolam, sho'ti qo'yaylik. Ma'qulamsa, shunday qilaylik. Mehrigül, avaylan jumuq qizim, yiqilib tushmang yana. Jenim qizim Mehrigül. Voy qandoq qilaman endi, voy qandoq qilaman. Voy Toyir. Voy nima apa? Tez mashin chaqir bolam. Mehrigüldan sho'tidan tushib ketdi, tez mashin chaqir. Aman. Voy qandoq qilaman. Jenim bolam. Doktor, bir amal qutqizib qolgan bo'lsangiz, qanchalik pul kesmaydi. Mana. Mehrigülni Mana qutqizib bu 5 ming so'm. doktor. Amal vaqt qizimiz. Bu bizning majburiyatimiz. Pulni biz topshirmaysiz, moliyaga topshirsiz. O bichorni. Bu Yurak harakati yaxshi emas. sestra, oksigen miqdorini tanisham. Mana hozir. Voy Xudoyim. Nemishqim o'ylini oqoting degan bo'g'aydim. Voy Xudoyim. Voy qandoq qilaman? Bemorning tinig'i to'xtadi. Doktor. Qon oldinglarmi? Doktor. Doktor. Voy jenim bolam. Voy jenim bolam. Nani bo'ldi?
Ukam Mahmudcan, biz rahmetlik Mehirgülge köp qarizda. Şoňa onunğa bolgan köňlimizni bildiriş üçin bu işki balany biz beqip alsak degan ümitde. Wäde bermenki ulany ýaxşy bakyman, okutyman. Ata-anasynyň ýoklugyny hergiz çandyrmayman ukam. Qara Mahmudka. Apamның degini to'g'ri. Bu ikki balani biz beqib qalaydi. Qandaq degan gap bu? Bu balalarning egisi yo'q, valmish deb qaga o'xshamamsizlar. Akam o'lgan bilan mana men baqima. Mana o'zim baqima. Oy, ustaxon egizi biz tursak, nälik gaplarni qildi bular? Jirman qadriga akamnoy ketimiz. Oy, Mana o'tkir bola. Mana men seni dadanglar. Men baqima. Oy Mahmudcan, Mahmudka, bu qandaq gap? Bu Bo'ldi, bolalarım. Tamoq yeb bo'lib takror qilinglar. Sizchu, mau tamoqqa ichingizni solmay bolni beqib turing. Hey, o'tkir. Baldırlı qaytib kelibsan-ku. Qo'ylarni obda o'tlatqansan. Ha, qo'ylarni qo'sqin to'yg'azdim. Ishonmasangiz qo'sqinni tutib ko'ring. Mana bo'ldi, so'livat. Ukam Qadiriye uyg'oningmi? Oka, keldingmi? Uxlab qopsiz-da. Kechki tomoqni yedingizmi? Yedim. Qo'sqin bek ichib ketdi. Tomoqni nega qo'yganligini bilamsiz? Men oshxonaga chiqib boqay. Ishnim yo'qkan aka. Ota-onamiz hayot bo'lgan bo'lsa, xorlanmas edik-a. Ha. Ko'zimni yumsamla, opam dadam oldimga paydo bo'ldi. Ularni bir minutmi yodimdan chiqolmadim. Dadam opam bo'lgan bo'lsa, bizni o'qitadi. Osh qo'ymaydi. Hozir o'qiyman desak, yiliq kundikidek toyoq yeymiz shu. Men bu uydan bek to'ydim. Hamon bir kuni qechib ketaman. Bo'ldi, ukam, yotayli. Ito'ng. Qadiriye! Oy, Qadiriye! Aka ture. Kun tushib bo'g'icha uxlagan. Qo'pa, mau o'ylarni supir. Akangni uyg'otib et. Aka, tong etibdi. Qo'pa. Mana. Tez bo'layli. O'tkir. Ha, O'tkir. Ajab topdim seni. Nima ish qilsa bu yerda? qo'y beqiyaptimi? Hamma bola maktabda o'qiyotsa, sen nima ishga o'qimading? Mahmud dadam bizni maktabga bog'lib qo'ymadi. Nima ishqa? Maktabga boramiz desak,
toyoq to'qmoqning ostida qoldi ekanmiz. O'tkir, bu ish bo'lmabdi. Sen bir o'qituvchining bolasi turib, bu yerda qo'y beqib yursan qanday bo'ladi? Mana berib Mahmud dadangga de. Mahmud dadam bizga pul bermaydi. Nima ish pul bermaydi? Ma'rif idorasidan sizlarga bergan nurg'un nafiq puli bor. Sen berib Mahmud dadangga et. Ashu pullarni bersin. Maktabga bugunli bag'in. Bo'lamdi. Mana qo'ylanib ketaylik. Yur. Nasıl gitti? Dada, men o'qiyman. Singlimni uy ishiga solmay maktabga opirib bering. Bizga uvol bo'ldi. Nima deydi mana? Nima? O'qiyman demsa? Men ertadan boshlab maktabga boraman. Men kitob daftar setilishga pul bering. Pul? Sen tek pulni gapini qo'tamsa? Yog'och quloqni qara. Ma uyda qusqon to'ygan qo'sh bo'ljimasan. Ya'ni tek maktabga boraman demsa? Qani, qaysi pul borsa? Meni bilmaydi demsiz. Dadamning idorasidan Qadriya ikkimizga har oyda turmush puli beryotdi-ku. Qilayotgan gapini. Mana, meni uni tutqalish kerak bo'ldingmi? O'qimabsa? Sen o'qi. O'qimabsa? Mana o'qi. O'qmag'irasi qarab. O'qimdan bitir. Mana o'qi. Haqning bolasi degan hamon yuz beradi. Ko'zingni yap, ko'zingni chaqaydigan shu-da. Mana. O'qi. Ana o'qi. Partiyanın ıslahat geçici siyasının fırtışına, pazar iyilikine dadil kadem taşlap, öz halal emdiki, akıl parası bilen beygat. Yaxşı yaptı. Partiyanın mağarı siyasını kollay, okuksuz kalgan yetimlerini mektep koyunu kaytırıp geliş üstünden, öz meblağı bilen kurgan yetimler mektebi hazır, resmi kuruldu. Yaxşı. Apa! Bu yak gele. Apa! Nima qilarkan? Televizor qara. Qara. Shahrimizda yetimlar maktabi qurilibdi. Nima degan yaxshi gap bu? Qadriya bilan O'tkirni opirib beramdik-ya. Mehrgulning shu ikki bolasini shu maktabga opirib bersak bo'lar ekan-ku. Bu maktab nimondoq yaxshi qurilgan bolam Toyir. Mahmudda 100 bolani beramo. He, chatoq qilamo. Qandoq bo'lar? Ba'zi bo'ladi o'dayiz. He, qandoq bo'lar? Sen buningda xotirjam bo'l, apa. Men yaqindan bo'yan uni o'qitmay, qo'y boqib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men bu ishlarning hammasini cho'qib, yaxshi bir taraf qilaman. Jinim bolam, shu ikki bolani shu maktabga opirib beraylik. Shu maktabda o'qisin. Nima degan yaxshi maktab bu? Shunday, apa. Men hozirli boray. Shunday qilay, jinim bolam. Hozirli boray. Ma'qul. Qadriya, eshikni ocha. Sadirxon mo'ma. Voy, yaxshi turdingizmi bolam? Yaxshi. Qani, uy kirala. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadriya, omonsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yuqori to'nglar, yuqori. Qani o'tiringlar. Amin. Allahu akbar. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Bolam Mahmud, bu yoq ma'rif idorasidagi Abla efendi bo'ladi. Bu yoq O'tkirning o'qituvchisi Xolida. Bularning sen bilan paranglashadigan ishi bor o'xshaydi. Shundaqmi? Yaxshi bo'pti. Qodirning bolalari sizning igdorchiligingizdimi? Shundaq. Yaqinda Noilik ma'rif idorasiga bolalarni sababsiz maktabga avatmaslik, uy ishiga selishdak bir qator qilmishlar ustida arz xat keldi.
Mecburiyet mağrip kanununda belgelenishicha, Kur'an'a yetmegen balalarni o'qishdan sebepsiz qoldirsa, uy ishlariga selib qarlasa, buning qonuniy javobgarligi surishtirildi. Shunga biz hozir balalarni birga olib ketamiz. İşenmisingiz, somkamda arziyat xatlari bor. Ko'rib baqamsiz. Bo'ldi, ishondim. Biroq O'tkirjon 3 kun bo'ldi. Yomonlab chiqib ketgancha kamidi. Nim dedingiz? Uydan chiqib ketdi deb atamsiz. Siz O'tkirning homiysi turib, uni uydan chiqarib atganingiz nemisi? O'tkir mening sinfimdagi darsda eng yaxshi o'quvchi. Biz balani olib ketamiz. Biz hozir Qadiriyani olib ketamiz. Fikringiz bo'lsa, ma'rif idorasiga berdim. Qadriya, yuring qizim. Akamni ular urg'onlik uchun qochib ketdi. Qizim, xotirjam bo'ling. Akangizni topamiz. Siz biz bilan mening. Yuring. Akangizni ansirmang, ha? Yuring. O'tkir. Xolida muallim, men o'qiyman. Yig'lama bola. O'tkir, bizning uyga boraylik. Qadriya xabar etib ekan. Shira. Qadrlik aka, yaxshimisan? Xorinib yurdigansan. Men baxt beshigi bo'lgan bu maktabga bizga o'xshash yetim bolalarning o'zlarining rahimsiz, ichinishli taqdiriga xotim berganligini mehribon ota-onalari hayot chig'ida baxt etgan, baxt qo'yniga qaytib kelganligini his qildi. Bizga o'xshash ikkala qantidan ayrilgan qanotsiz qush bolalarini bu yerda erkin parvoz qilib yetibdi. Aka, men ma'rif idorasidagi tog'alarning va Sadatxon momamning yordami bilan bu maktabga noiti o'ngishli o'rlashdim. Ular texsinimi mushu maktabga agilib beramiz deb maslahat qilishdi. Men seni bu baxt beshigiga tezroq kelishingni to'rt ko'zim bilan kutmoqdaman, aka. Biz har kuni hojim dadamga salom deb hurmat bildirganimizda qalbimizdagi dengizdek to'lqinlab turgan chunqur muhabbatni bosamay qolamiz. Hojim dadam gerçi birla odam bo'lsa-mu, vujudidagi otalik mehr muhabbatini bizdek ota-ona mehriga tashna sabiyalarga tam yetkazib beryotdi. Hojim dadam ulug' inson, oliy fazilat egasi. U biz yetimlarni g'amguzari. Aka, xatni topshirib elib bu maktabga tezroq kel. Egan sen chuqum hojim dadamning o'g'li bo'la olaysan. Xayri xo'sh, singlim Qadriya. Bu faxrlik o'g'lan o'z halol mehnati bilan yiqqan sarmoyasini jamiyatimizda ma'lum sabablar bilan yetinchilik o'choqlarida puchulinib, yumron jismiga, g'uborsiz qalbga, ochliq, mehrsizlik, muhtojlik va o'qishsiz qilish dahshatlarini yuklab olgan moysilarga quyoshdak illiq nur baxsh etishga sarf qildi. Ota mehrining eng sarxil javharlari mujassamlangan bu nur yumron moysilar jismini har bir so'yib o'tganda sarg'aygan, yaklangan, dili sunuq moysilar qaddini ruslab, nur o'g'liga olamcha tashakkur etdi. Filmimiz personaji O'tkir bilan Qadriya bu maktabga o'rilishib, tamoq, yotoq va o'qishsiz qilish g'amidan xoli bo'lib, ilgirki muhtojlik kunlarini asta-asta unutishga boshladi. Lekin ularning yumron qalbiga qora soya tashlab o'tgan Mahmud bilan Gulpiyaning simosi ba'zida ularni ochiq aslamalarga mubtalo qiladi.
O Hanzucha xat nima degan xat? Bu tanzi degan xat. Uyg'urcha taqsad deyiladi. Ukam, sen bu maktabga qanday kelib qolganding? Hey, mening dadam mashina voqeasida o'zib ketgan. Opam boshqalarning qo'rasini o'qotaman deb shotidan yiqilib tushgan. Kichik dadam bizni uyga opirib olib xorladi. Osh qo'ydi, maktabga avatmadi. Ma'rif idorasidagilar yordam qilib, singlimni meni bu yerga akilib qo'ydi. Sizchi aka, balkim sizning turmushingiz noytimi ko'ngillik o'tgan bo'g'iydi. So'zlab biring aka. Siz bu yerga qanday kelib qolgandingiz aka? Men mafka. Men sizni kichik vaqtimda opam bilan dadam ajrashib ketdi. Keyin dadam tugab ketgan. Momamning qo'li qoldi. Momam meni mush yerga akib berdi. Lekin hargiz mayishlanma. Ota-onamiz yo'q deb mayishlanma. Bizning ota-onamiz Hojim dadam bilan Hojim ana. Qo'y, qo'ng'iroq chaldi. Yura, kechikib qolmayli yana. Xudoyim bersa, payg'ambar g'ing qilmabdi deb, ma biz kelgan omadni ko'rdingmi? Akamning ayoldan tatib olgan qora joyni ma'lid birsimi pulga so'ramagandi. Qaysi bir nahiyadan birsi kelib 60 ming yuan qotmamdi. Qanday bo'pti? Nima? 60 ming yuan demsiz? Agar rostl shu pulga setib olsak, qaddimizni alomat rusib oldik-da. Aldirab qo'shib ketma. Bu pulga chang solganlar chiqadigan qiladi. Kimga u? Gulpiya. Anglasam Gulpiya, qora sotgan pulning yerimi mening deb tilin chaynab yurgidek. Tayyoga bo'lamdi ekan. Siz Mehrigul ovaqni qo'radan qo'g'lab chiqarg'ucha nima jafolarni tatmadingiz? Xalqi olam sizni nimalarni deb ayblamadi? Hozir bu mahallada yuzimizni qo'yg'idek yer qolmadi. Endi pishiq oshqa qo'shiq samoqchimikan? Voy. Bo'ldi. Nima tukurging chachirtsa? Menga aldirab beradigan undaq Mahmud emas. Ammo 10 ming so'm pulni mushuk bolasini yegandek yavaldi-ku. Shu hisobni qilishimiz texe. Ems tomoqning tayyorligini qilay. Vallahi qani. Ha, keldingizmi? Balalar san'at kursidan tex kelmadi-ku. Anlasam, O'tkir bilan Qadiriya shahardagi ma'rifatparvar Hojim ochgan yetimlar maktabida o'qib, o'z baxtini tepibdi. Ha, akam o yetimeklardan qutulibdi-da. O ikki narsidini akam yuk bo'g'dek nima ig'irchiligi bor? O'z qerinishning ballarigi u, ha? Oy, pulchirini chiqamang-a. Shu ikki balaning kiyimi qo'sig'i olsammi? Yetimeklarning 9'uni tal qilib bersa, mahaldagi suxanchilar gap tepib, balalarni xorladi, o'qitmadi dedi. Hozirchi o'qiganlarni ko'ryapmiz. Ularni jurvatmamdi ana. Sen besham og'zingdan oqishib kirib, ko'kit chiqqini turdigandi. Voy, besham davatamsan. Besham emas ayoldan-chi, birni ivag'in. Oy, qo'ymi zerikdim sendan. Nima chiqardi? Oldirma, shundoq beshamni qilsam bir kun qitingni olsa. O'tapaqni sarang. Nima deydi bu? Qarindoshmashda olamda. Bir qop tamaki bering, ha. Na. Voy. Hali ukam. Aldığınızda öcep siz oldu. Aldığınız payızı kılıydı sizde. Şundak ukam. Qani o'tiring. Bo'ldi. Qani birdan o'tiring. O'tiring ukam. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, men chiqay. To'xtab turing ukam. Birdan bo'lsak. Qani o'tiring. Bu yer toza muvofiq emas ekan. Boshqa bir kun men sizni izlay. Sizga deydigan gapim bor-da. Bo'ldi, men chiqay. Birdan o'tiring. Ukam, siz bizga kuyovul bo'lgan bilan
Sizni men o'z qarindishimni ortiq ko'raman emasmi? Birdam o'tiring uka, sizga qalbim to'kay. Bek keling. Amsa bu haraqni neri qilib o'tdi, ondan parang shay. Bo'ldi ukam. Buni eritay. Ukam. Men bir datmanjimam. Akam o'lib, keynidan yengamni qazo qildi. Mushu datlar yuragimni tugmantishidek azdi. Bu ishlardan xabarim bor. Ularning ikki bolasini yot ko'may uyimga kelib oldim. Yaxshi kiyindirib, yaxshi yegizib baqdim. Oxiri sharoit yaxshi. Yetimlar maktabiga olib berdim. Aytinga, akam bilan yengamning ruhi mendan xush bo'lganda, ha? Shundoq. Kelingizni qilsiz qofkam. Zonni qilatim sizga. Yo'q. Bu hammaga ma'lum haqiqat-ku. Sizni nemishki zonni qilg'idayman. Qaravka. Unmagan chiqdan, to'ralmagan to'shqon chiqdi deb Gulpiya miros tavos qilg'idaqku. Bu ishdan xabaringiz bormi yo? Yo'q, bu ish to'g'risida Gulpiya menga hech nima demadi-ku. Amsi o yengamda ilib olgan 10 ming so'm pulni bilmaydi ekansizda. Bu zodi qandoq gap? Men hech nimani tushunmadim-ku. Ukam. Gulpiya rahmatli yengamning oldida mening ko'kimni setib, 10 ming so'mni elib olib, bugungacha hech qanday tevishni chiqarmay turib oldi. Men bu pulni surishtirmadim. Endi o akam Qur'on satsa, pulning yerimi mening degidek. Siz buni bilamsiz? Ha? Yo'q, men uning yetimlarning haqqini yeyishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Siz mo Qur'onni oldirib satmang aka. Ukam. Men o Qur'on satsam pulni nega gapirman? Yanada shu ikki bola qashlayman-ku. Ular cho'ng bo'ladi, uy o'choqliq bo'ladi. Shuning hammasiga pul kerak-da. Bu pul menda tursa, xuddi bankka turgandek turdi. Siz Gulpiyaga tarbiya qiling. O niyatini yansin. Bo'ladi aka. Men tarbiya qilay. Sizningmi so'zingiz bilan harakatingiz birdek bo'lsin, bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'ladi amsa. Men bo'ladi ukam. Bo'ladi. Bo'ldi yenge, bo'ldi, choy ichmayman. Bo'ldi, qo'yma. Oram bir kelganda quruq bo'lib qoldi. U Qur'onni texi biroz kelib olaman deb baxmadi. U Qur'onni sotganda g'ezni g'az, o'likini o'dak qiladi. Yenge, qiziq gap qildi ekansiz. Meni hech nimani bilmaydi vatamsiz. Men-chi hammadan xabarda. Butun bir Qur'onning pulini yutib olsanglar bo'lmas. Meningmi-chi haqqim bor. Bu gaplarni akangiz kelganda deb bering. O nima desiz shu? Amisa akamning kelishini saqlay. U haraqibek berilib ketdi. Doim yerim kechidan oshqanda uyga qaytadi. Agar saqlayman desangiz, birdan saqlab o'ltirib keting. Kelmay qolsa boshqa kuni kelasiz. Men tomoq etay. Bo'ldi yenge, avarimman. Men hozirlik ketaman. Bo'ldi aytma. O'tiribsiz-da. Nagvadan. Akamning uyiga. Nimaga? Bir ish bilan. Miros olishibdigina. Miros olsam nim bo'pti. Men bu oilni boyasha turmushga iyi qilay deyman qo'shu. Seni o'sha boyashab turmushingga. Mendan yoshirin og'a 10 ming so'm pul qani? Bankada. Ashu pulni o'tkir bilan Qadriyaga opiribdi. Yetimlarning haqqini ma uyga yo'l atqochi bo'lma. Uqtimi? Voy, nimani? Mening jinim chiqdiki bu uydan pul chiqmaydi. Men nima qo'yda, sen nima qo'yda? Ninjinni chiqirdi. Voy xudoyim, ma odamni ko'p kundan ketganini qara. Odamning yuzini to'kib, mushundoqmi ishgan bormi? Bayıldım. Ha, nim bo'ldi? Ben bayıldım. Mushundoqmi ishamdi? Ben bayıldım. Uy, kiring. Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.
Köp jo'ntirib qilib Vay olgan ishini oldu. qilmamdigan. Vay oldu. Vay oldu. Kuzul. Kur'an kıp kuzul 60 bulsun sattıgine. 60 bulsun. Ha? Nimda adamni xo'sh qilasiz? Pul qini. Pul degan bankida to'xtanma. Gulpiya kelmagandu. Gulpiya kelgan Keldi. Eridan tayoq yegan chig'i yuz ko'zi ko'p-ko'p ko'kir ketibdi. Bu soğamda yitip asımı on timemeyme. Eri vurup öldürmesin bu. Benim ne mi karım? Oy, bana. Ha, bana. Assalamualaikum. Eyvallah adaş. Tursun adaş, seni kandaşım alıp çırp geldi. Ben konu Kalinaz ağıylarını unutup kalmayayım cuma. İzdep durum ha. Hadi öyküreli. Mahmut adaş. Bayatın özem toğrusida cıqıl geplerini qıp ketdi. Doğru. Xudoyim bersa, ishikdimmi? To'likdimmi? Tamam. Bo'ldi, o'zimda bor. Xudoyim bersa, ishikdimmi? To'likdimmi? To'g'ri. Erindikan. Chika. Yaqinda chet elni bir aylanibla, boylig'imni bir has ko'paytib oldim. Milyonlar bo'lib ketibsan-da. Boshunda Xudoyim bergan chaqda pul tepib olay deb, barliq tazmiga mal ilib Olmatoga chiqarib atgandim. Pul kelgicha foydasi yaxshi, azaroq mal uchrab qoldi. Pul kelganga yana bir hafta vaqt bordi. Pul jiddiy lozim bo'lib qolib, oldinga kelishim adash. Anglasam qora joy sotgan pulim bor ekan. Shu pulni bir ishiltib to'sam, qandaq? Bankada to'simi turdi-ku shu pulim. Bu pulni sana bersem qandaq bo'la? Bu pul to'g'risida jidal ko'p adash. Bir haftalik muhlat bilan olaman. Olmatodan pul kelgan hamon yuqori o'sim bilan qaytiraman. Nima? O'simi qandaq bo'ldi? 60 ming so'm pulingning bir haftalik uchun 2 ming so'm o'sim beraman. 2 ming so'm o'simi? Meni oldima otqansa? Yo'q adash, pulni pul topidi degan gap bor. Sening 60 ming so'm pulingga mal olsam, menga 10 ming so'm foyda qiladi. 8 ming menga qoladi. Ikkimiz o'rtaq foyda olamiz. O'yinib boqsam bo'g'dak. Xotiningdan so'rab chiqamsan ya. Maydimizda tukimiz bor, o'g'il bolalari bor biz. Buni xotin foto ketmaydi. Aka, to'xtab tuzayli. Aka. Shamol chiqib turibdi-ku. Hamma yana to'pi qilib. O'rindiqni yo'q qo'ya. Mana. Pulni olib bermadingmi? Voy, nima ne? Pulni deydi ekansiz. Olib bermsam nima qilaytdingiz? Unda qilsa qara, ishimiz ajrashib ketaydi. Voy, Ali, meni ajrashdan qo'rqdi demsiz? Ajrashdik. Sotqa tushmayli. Xalq ishlar idorasiga berib, murassa orqali ajrashib ketayli. Undaq bo'lsa uy besab qo'rajay bollarni qanday bo'lishimiz? Ikki bola menga qoldi. Undan boshqa uy besab hamma narsa seniki. To'ymasni aytsang to'ysin seni. Ikki bolani olaman? Uy besabni olaman? Hammasi meniki. Chiqsam, sen chiq. O'sha safaring bilan bola tarbiyalayman otamda. Men senga deb qo'yay. Bolalarni nobud qilib bitsa.
Sen qanchalik nimeti? Qani ko'raman. Ishqilib sendan yaxshi. Hozirdan boshlab men ma'u uyga qadam bosmayman. Biz sotib ko'rishaylik. Zımıstan körmegen bu baharnim kadirni bilmez. Baharnim kadirni bilmez. Cefani çekmegen aşık baharnim kadirni bilmez. Şuna sayridi kuşal bulmam canım. Pulning vaqti to'shib 15 kun ochdim. Buning qarsim ko'rinmaydi. Mahmud! Hey Mahmud! İş çataq bo'ldi. Pul qarz bergan tursin cho'ng qo'ymitikan. Mana xato anglab qolgansiz. Xato anglab qolmadim. Sizga o'xshash bir narsa tursinni uyiga berib yetib apti. Endi yo'q gapni qilsa, ey. Siz bu yerda g'immingiz yo'q dutarchilib naqsh etib yursiz. Xato anglab olgansiz. Tursin o'z nadiga hozir. Ishkirga ketibdi. Astag'firullah. Nim deydigandim avo. Ben bay buldum, mengen itim tay buldu, manga yolum say buldu, süge yarım nay buldu. Geldi bu. Tursun degen münafık. Beni kalk sebep kılıp ettin bu, he? Ben sana ne mi kılan? Ah Kudam, bana neymiş katır cemlik vermeyse, he? Mahmud şu yıkılgınıca qayta o'rnidan turolmadi. Çünkü o puldan ayrılıp oldi bilan ruhiy jihatdan yemirildi. Ondan jismiy ruhiyatidagi axloq, vijdon va mehr muhabbatsiz qolgan quruq bo'shliqni ko'tarolmay halok bo'ldi. Yetim haqqi, Xudo haqqida Gulpiyamo shu pulning mehriga bog'lanib, oila inoqligi, farzand baxtini puchak pulchilik ko'rmagachga, oxiri yetimlar haqqi uni vayronchilik ostiga ishlatdi. Turmush bir parcha ayni. Biz uningga qaysi yo'sinda qarasak, u faqat shu yo'sinda javob qaytardi xolos.